rost gapirib savdo qilish mumkin emas desa dindan chiqadi. Dindan chiqadi, chunki Alloh va payg'ambari rostgo'y bo'l deb tursa, buni qilish mumkin emas deb siz oyatni, hadisni inkor qilyapsiz. Oldi sotdi qilayotganlar to ajrashib ketmagunicha ixtiyorli. Agar savdosida rostgo'y bo'lsa, agar aybi bo'lsa molini bayon qilsa, baylari barakali qilinadi. Va agar yashirsa va yolg'onchi bo'lsa, savdolarning barakasi o'chadi. Qilib ko'ring-da shuni. Shu darslarimizda aytib berganimizda ayrim ukalarimiz shuni aytishdi-da. Domla, mana shunaqa qiluvdim, boshida qiyin bo'ldi deydi, lekin zo'r ekan deydi. O'sha klient qaytib keladigan bo'lib qoldi deydi. Rost gapirganimni ko'rib deydi. Sotilayotgan molda aybini xaridorga aytmaslik, bayon qilmaslik, berkitishlik harom bo'lgan amal. Kim mana shunday yo'l tutayotgan bo'lsa, Alloh taolaning rahmatidan chiqib ketadi, Alloh taolaning g'azabiga qoladi.